Volvo, Hyundai ekskavatorlari bor, bilasizlar, lekin ularning ichida bu ikkala texnikani ham akasi hisoblangan Dosan bo'ladi. Buni texnika olib, ya'ni ekskavator olib, ekskavator haydab yuradigan insonlar tushunadi. Sababi juda ham baquvvat, motori ham, ishlashi ham, umuman kuchi Volvo va Hyundai'ga damini beradi. Bugun mana bitta 2017-yil 8400 soat ishlagan Dosan texnikasi Samarqand viloyatiga chiqib ketyapti. Yana bitta narsa, bu Dosan shuncha kuchli bo'lgani sababli narxi ham biroz qimmat bo'ladi, ya'ni Volvo Hyundai'ga qaraganda. Bir qo'l minilgan ekan, ya'ni buni egasi koreys, yosh katta yosh katta inson faqat o'zi haydagan ekan. Balonlari ham Dosanning o'ziniki, zavodskoy, mana 8000 soat ishlagan, hali almashmagan balonlari. O'ziniki, zavodskoy. O'rindiqlari ham Dosanning o'ziniki, zavodskoy. Ichki saloni har doimgidek bilasizlar, koreyslar juda ham qarab, ya'ni ehtiyot qilib haydaydi texnikalar. Fire'largacha bor va sizlarga hozir asosiy qismlarini ko'rsataman. Bu ya'ni bu yoqda radiator qismi. Tozaligiga e'tibor beringlar va shilanglariga e'tibor beringlar. Hech qayeri almashmagan, hammasi zavodskoy holatda turibdi, toza radiatorlari. Umuman texnikani tushungan odam o'zi bitta qaraganda biladi. Nasosini ko'rsataylik. Texnikani holati abi kraska emasda, o'zida bir radnoy kraskasi, qaranglar. Вообще sizlarga qanaqa ko'rinyapti kamerada bilmadim, lekin shundoq qarasanglar tiniq turibdi-da. Malades, lekin ishlatgan odamiga вообще malades. Mana nasosi. Nasosi ham jotki turibdi, bor-ku. Shilanglarni ko'rsatinglar. Вообще zo'r turibdi. Xullas, 2017 8400 soat ishlagan ushbu texnika Samarqandga, O'zbekiston. 205 talik Volvo texnikamiz ham Samarqandga, katta kovush va mana transhin va admoyniga bor komplektida. Bizda 140 talik Volvo bor. Uchinchisi bu ham O'zbekiston, Samarqandga. Samarqandliklarni umuman вообще eplolmayapti endi mana bu texnika sohasida ham. Bu Volvoga qaraganda buni holati, sostenasi yaxshi ekan, sababi ishlagan soati ham oz, 5300 soat ishlagan. Mana ichki salon qismini ham ko'rsak, hali tiniq turibdi-da, zo'r ishlatilgan, qarab minilgan. Holatlari mana yog' oqqan, o'sha asosiy qismlari, kardanlari ham yaxshi, balonlari 60-70% holatda. Bunda bitta katta asosiy kovush va transhin kovush, pardon ko'taradigan moslama va 360 adapteri ham bor. Katta texnikamizda. Endi bizda yana ikkita texnika qoldi. Bunisi bitta Hyundai 145 Plus va buni yoniga mini 60 talik texnika keladi. Bu ikkalasi Qozog'istonga, Shimkent shahriga chiqib ketyapti. Bu texnika ham yangi, sababi ishlagan soati oz, 5100 soat ishlagan. Full komplekt, adboynik, kovush, pardon ko'taradigan va qo'shimcha yana bitta transhin kovush, hop 360 va qisqich. Balonlarini mana almashtirib qo'yibdi. Yangi balonga, o'zini zavodskoy balon emas. Buni mana egasi xudo xolasa bemalol ancha vaqt foydalansa bo'ladi. Bizni kemamiz mana Xitoy davlatidan Janubiy Koreya Seulga yetib keldi. Ushbu kemada ketadi. Buni sizlar allaqachon bilasizlar, tanisizlar bu kemani. Ko'p videoga olmaymiz buni, sababi mumkin emas. X. Xo'p, ushbu 5 ta texnika RTHS logistik kompaniyasi orqali chiqib ketyapti. RTHS logistik kompaniyasi bu RT Holdings kompaniyasiga qarashli. RT Holdings kompaniyasi sizga ishonchli va sifatli xizmat ko'rsatishdan, uzog'ingizni yaqin va og'ir yukingizni yengil qilishdan to'xtamaydi. Shuning uchun bizga quyidagi telefon raqamlariga bog'laning. Sizga agar texnika kerak bo'lsa, albatta buni shaxsan o'zimiz topib texnikani yetkazib beramiz. Agar sizda
o'zingizda texnik kerak bo'lsa, uni logistikasini qilish kerak bo'lsa, albatta buni RTHS logistika kompaniyasi qiladi. Quyida telefon raqamlarini qoldiramiz, albatta bizga murojaat qiling.